Ko'pchilik narkozni xavfsizligi haqida so'raydi. Nima narsa, qanaqa narkoz beriladi va biz narkoz paytida qanaqa holatda bo'lamiz? Bizning organizmimizni kimdir tekshirib turadimi yoki qanaqa bir apparat uliysizlarmi bizani deb aytishadi. Bizning birinchi toifali anesteziologimiz hozir mana shu monitorda tushuntirib beradi. Qanaqa holatdaligi. Mana shu bemorimiz hozir monitorga ulab qo'yilgan. Har bitta holati kontrolda turibdi. Bu apparatimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan eng so'nggi rusumdagi apparat hisoblanadi. Bu apparat ustidagi esa kardiyo monitor, ya'ni bemorning har bitta pokazatellari, ya'ni pulsi, saturatsiyasi, davleniyasi, даже olayotgan nafas sonigacha, temperaturasigacha ko'rsatib berib turadi bu apparat. Kasal doimiy operatsiya davomida muntazam nazorat ostida bo'ladi. Tana harorati ko'tarilsa unga yordam ko'rsatiladi, puls ko'tarilsa unga yordam. Hozir bu operatsiya paytidagi kontrol, operatsiyadan keyin ham reanimatsiyaga o'tadi. Reanimatsiyada ham kontrolda turib, keyin yaxshi o'ziga kelgandan keyin palataga olib chiqib beramiz. Palataga chiqqanda bemor bemalol ovqat yeydigan, suv ichadigan, siz bilan bemorlarni uydagilar bilan bemalol gaplashadigan holatda bo'ladi. Yana keyingi videolarda xudo xolasa qolgan apparaturalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz.